Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men bu videoda o'zimning onalik safarim va xatoliklarimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Men 2017 yil ona bo'ldim. Hozir 2021 yili o'g'lim 4 yoshga kirdi, ikkinchi bolam, ya'ni qizim 1,5 yoshga kiray dedi. Endi men bu 4 yillik ona bo'lish jarayonimda, ikki bolaga ona bo'lish jarayonimda nima xatoliklarni o'tkazdim? Shularni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Bu mening xatoliklarim oddiy bir xatoliklar emas. Tabiiyki inson bo'lish sifatimiz bilan hammamiz o'xshamagan darajada xatoliklarni o'tkazamiz. Ba'zilar kichik xatolik o'tkazamiz va badal to'lamasligimiz mumkin yoki kichik badallarni to'lashimiz mumkin. Ba'zilarimiz balkim kichik xatoliklarimizning nimasidan cho'ng badallarni to'lashimiz mumkin. Endi mening xatoliklarim balkim cho'ng, balkim kichik, ba'zilari cho'ng, ba'zilari kichik bo'lishi mumkin. Ama o'zimni tekshirgan vaqtimda men o'zimdan 15 turli xatolikni tepib chiqdim. Ham nima uchun o'zimni tekshirdim desanglar, men ig'ir badal to'ldim. Ya'ni mening 4 yoshlik o'g'lim 2,5 yosh vaqtida, ya'ni 1,5 yil burun oqqon kesili bo'ldi. Ya'ni oqqon kesilligimiz qon raki. Ya'ni Beysho'bing yoki inglizcesi leukemiya, turkçesi lösemi deydi. Bu kasal endi qandagi binormalliklar. Buni yana video ishlab, keyin yana mushtoqliq videolarni ishlab analarga askartish sifatida nima qilman. Endi bu kichkina bola, 2,5 yoshga kirgan bola nima sababdan bo'ldi desanglar, endi bu kasallik men masalan birinchi moddaga qarasanglar, men buniga 25% sabab bo'lib qoldim dedim. Mening xatoliklarim. Ya'ni oqqon kesili 4 xil sababdan bo'ldi. Ya'ni taxminan yig'inchoqlaganda, birinchisi insonning vujudidagi gendagi binormalliklar. Ikkinchisi muhit bulg'unish. Ya'ni yegan narsalarımızning sap bo'lmasligi deganga o'xshash sabablar. Uchinchisi men irsiyat deb xulosaladim. Ham to'rtinchi sabab nima desanglar, men tövanda sizlarga demoqchi bo'lgan xatoliklarim. Mening xatoliklarim. Undan keyin ikkinchi sebep, ikkinchi bir xatoliklarim keltirib chiqargan bir badal. Men o'g'limning ahvoliga ko'nglim yerim bo'lib, bu chog'da men homildordim ikkinchi bolamga va bolamning 1,5 oy burun tug'ilib qolishiga, aynakning ichida 12 kun yetishiga sabab bo'ldim. Undan keyin uchinchisi, mush ishlar yuz bergandan keyin men o'zimni to'liq ayblab, tushkunlashib, hech kimga gap qilgim kelmaydigan, ichimga bek ichmijaz bo'lib ketib qoldim. Ya'ni tushkunlish kasaliga giribdor bo'ldim desam bo'ldi. To'rtinchisi, mening o'g'limning og'rib qolishi, bu ishlarning yuz berishi, men o'zimning ona bo'lgandan keyin turmushimning markaziga bolamni qo'ymay, o'qishimni, maktabimni qo'yganligim uchun mushta bo'ldi deb, maktab deganga, o'qish deganga o'chib ketdim. Keşke maktab yüz ko'rib baxmagan, bir chet sahroda cho'ng bo'lgan birisi bo'lsam-chu deb o'zimni bek ayblab ketdim va bu maktabdan sovib ketishimga sabab bo'ldi. Tabiiyki hozir u ishlar o'zgardi hamdi. Endi mushu xatoliklarimning sabab bo'lgan yaxshi bir tarafi nima desanglar, men o'zim to'g'riliq bek o'ylandim, o'zimni tekshirdim, o'zim to'g'riliq o'ylandim. Men nimani yaxshi ko'raman, nimani yaxshi ko'rmayman, nima qilishim kerak, nima qilmasligim kerak. Ya'ni mushta qilish orqali o'zimni haqiqiy tunidim ve ana bo'lishdan huzur olalaydigan, xo'shal yashayalaydigan birisiga aylandim. Hiç bu hayatta hammamiz inson bo'lish sifatimiz bilan xatoliklarni o'tkazamiz. Hamda muhimi shu xatoliklarni o'tkazmay, shu xatoliklardan foydalanishni bilish bek muhimken. Men hayotimdagi xatoliklardan dars chiqardim va buning foydasini ko'rdim. Shunga sizlarga hamda shu xatoliklarimni sizlar bilan o'rtoqlashish orqali menga o'xshash hamda birinchi niyetim, maqsadim menga o'xshash 2016-yili vatan bilan aloqa uzilgandan keyin chet elda turib qolgan, chet elda to'y qilgan va chet elda ona bo'lgandan keyin ota-onasi, qaynotasi, qaynopasi yoki atrofdagi ochilari deganga o'xshash urug' tuqqanlarning bir yordami yo'q holatda o'z yolg'iz ona bu, ya'ni chet elda to'y qilib ona bo'lgandan keyin o'z yolg'iz bola cho'ng qilayotgan. Bularmi shu 2016-yildan keyin chet elda to'y qilgan, ona bo'lgan, hatto ona bo'lish oldida turayotgan yoshlarimizga bir savoq bo'lsin, dars bo'lsin, men o'tkazgan xatoliklarni ularni o'tkazib, menga o'xshash ig'ir badal to'lab qolmasin deb men bu videoni ishlab o'ltiribdim. İkinci bir
Məqsədim əmdi, balalarımız ağrıb qalsa, biz ata-analarımız saq turammayız. Balalarımızın dərdini, ağrıqını tatışıb berəməyimiz. Bu texim bək bizning ko'nglimizni yerim qilib yetidu. Anandan keyin bir ailede meyli balımız bolsun, meyli ata-analar bolsun, qaysimiz birsimiz ağrıb qalsaq, bu aileninki tangpunluqi buzulduchu. Jiq ishlardan chataq chiqidi. Shunga men boshqalarninki mushu ishqa mushta bo'lib qolishni xohlamaganligim uchun bu xatoliklarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Uchinchi bir sabab, 1,5 yil bo'ldi. O'g'lim davolatamiz. Hozir ahvoli xilli yaxshi. Bu xil kasallikni hamda davolashga 2 yildan 5 yilgacha vaqt ketadi. 300 mingdan ortiq Amerika dollari ketadi. İqtisad jihatdan, ro'y jihatdan, fiziklik jihatdan o kadar çok besimki. Aldırmay asta mağdığan iş. Yani ben hech qanday bir kichik bolaning mening o'g'lim tatgan jafolarni tatishini xohlamayman. Şuna kelgüsümüz bo'lgan ballarımızdan meyli yani qanday deymiz ham bütün dünyadaki balalarninki sağlam cho'ng bo'lish uchun vücudunun o kadarcık dora, ximiylik dorilarni almaslık uchun sağlam tabiiy bir şekilde cho'ng bo'lish uchun men bu xatoliklarımni va tavsiyalarimni sizlarga o'rtoqlashmoqchiman. Amsa videonun bek uzun bo'lib ketmaslik uchun xatoliklarımni qisqa depmanman. Buni o'zingizlarga tatbiqlab, men bu temada men qanday qildim? Men to'g'ri qilyaptimmi yoki xato qildimmi deganni o'ylanib beqishinglarni umid qilaman. Birinchi xatoliqim homildorlik mezgilidan başlasak, men homildorlik mezgilimda maktabim sebeplik bek aldırıçılıkta yaşaptım. Yani bir aram bilip bala terbiyesi doğruluk yoki bo'lmasa qanday deymiz endi bir aram bilishdan tugul, yani kitap o'qib qilishdan tugul bir yetib aramaqdek vaqtim bo'lmabdi. Bek aldırıçılıkta o'tapdim. Hatta tug'utimga 10 necha kun qolganda ma'lum bir maktablarning 100 turan imtihonlariga kirib, ashta qilganligimni bilmay, 1-2 soatlik yiroqdagi yo'llarni besib, tramvay, metrolarda, metrobuslarda ashta imtihonlarga qatnashib yurganligimni bilmay. Hozir o'ylasam pushaymon qilman. Asli homildorlik mezgili degan huzur ichida jimjit, rohat bir şekilde aram aldigan ayollarninkichu. Chunki yani bu bek mühim bir mezgil 9 aylık homildorlik. O'zini yaxshi kutadigan vaqt. Ammo men uni qilolmabdim. Shunga ana bo'lish oldida turayotgan yoki yangi to'y qilgan qizlarga deydiganim shu. Agar siz homildor bo'lsangiz, cho'qim o'zingizni yaxshi kuting, yaxshi aram oling, voz kechgidek ish bo'lsa voz keching. Keraksiz ishlar bilan mashg'ul qilib o'zingizni, vujudingizni charchatmang. Bu bir. İkincisi, mening balam tug'ilib 3 oylik bo'lgan vaqtida doktorlik o'qishimga boshlagan bo'ldim. Men o'qishimni to'xtatmadim. Asli hozirgi aqlim bo'lsa tabii ki to'xtatgan bo'lardim, to'ngiltib qo'yatdim yoki voz kechatdim. Ammo uni qilmabdim. Hatto balamni dastlabda atrofimdagi yaqinlarim, yo'ldoshim, do'stlarim beqishib berdi darsim bor chog'larda. Keyin imtihonlarim bo'ldi, atrofdagilar daverishdan xijil bo'lib bola boqqish taklif qilgan bo'ldik. Ashta qilib maktabimni davomlashtirdim. Maktabni to'nglatmay balamni ashta boshqalarning yordami bilan cho'ng qilishga odatlanib qoldim. Bu mening eng cho'ng xatoliklarimning birisi. Endi Türkçe degan vaqtida çocukda yaparım, kariyerda deb qo'ydim masalan. Hem balla tug'ib cho'ng qila olayman, hem kasb qilib ishlay olayman degandek bir gapchu. Bu yerda men ikki nuqtani sizlarga demoqchiman. Agar biz vatanda bo'lib ota-onamizning yanında qaynotimiz, qaynopamiz, tuqqanlarimiz bo'lgan bo'lsa, birisi bo'lmasin birisi balamizni beqishib berdi. U chaqda biz ham xizmat qila olamiz, o'qiymizdek o'qiy olamiz. Ammo biz chet elda, biz yolg'iz, bizga yordamlashgidek yaqinlarimiz yo'q. Tabii ki intan yaxshi qo'shnilarimiz bor, do'stlarimiz bor, ammo bu yetarlik emas. Yani gapning qisqasi hamda chet elda biz yolg'iz, balamizga biz eng yaxshi ko'ynalaymiz, biz eng yaxshi şekilde beqib cho'ng qila olamiz. Shunga agar siz chet elda to'y qildingiz va ona bo'ldingiz, o zaman sizning hayotingizning markazida bola bo'lsin. Hargiz o'qishni, bu deb balangizni boshqalarga omonat qo'ymang. Boshqalarga omonat qo'yish tabii ki jiddiy ahvolda omonat qo'yamiz, ammo boshqalarga omonat qo'yishni, hatto yo'ldoshingizga omonat qo'yishni bek odatga aylantirib olmang. Balani ana bo'g'uchi, kichik bola ana bilan cho'ng bo'ldi. Yani ana bo'g'uchi bir qo'lliq beqish kerak, boshqalarga emas. Boshqalarga boqizish majbur qolganda bir mezgillik bo'ldi, ammo uzun mezgillik yoki ko'p qatimliqqa hargiz bo'lmaydi.
Üçüncü xatoligim hamda meningki biz men ve manga o'xshash hozirgi yosh onalar biz o'zimizni bek aqlli chog'laymiz. Chunki biz kitob o'qiy olamiz, foydalana olamiz tordagi maqolalardan, videolardan, hammani bildigandek his qilib qolamiz. Ozroq masalaga uchrab qolgan vaqtimizda Google'ga yozsak ham chiqadi, uning qanday hal qilish, nima o'tirg'i chiqadi deganga o'xshash. Shuning bilan o'zimizga bek ishinib ketamiz-ku. Tamam, to'g'ri, biz o'qigan onalar qo'limizdan kelgan shaklda o'zimizga tayinib ba'zi masalalarni hal qilishimiz kerak. Ammo amaliy tajribasi bor onalarning bilimlari tordagi ba'zi videolardan, ba'zi maqolalardan natijasi foydali bo'lishi mumkin. Shunga hamda bu yerda demoqchi o'g'lim, agar siz ona bo'lgan bo'lsangiz, birinchi bolangizni cho'ng qilish oldida, tug'ish oldida yoki cho'ng qilish oldida turayotgan bo'lsangiz, atrofingizda cho'qim birdan ko'p, ya'ni 2 yoki 3 yoki 4 bola cho'ng qilib boqqan tajribali onalar bo'lsin. Ular bilan ko'p qatim ya'ni vaqtingiz bo'lsa ham suhbatlashib, paranglashib turing. Beshingizga kelgan ba'zi masalalar bo'lsa, shulardan so'rang. Ya'ni hargiz tor dunyosidagi videolarga, kitoblarga tayinib qolmang. Ya'ni masalan bu yerda yozdim, mening momam, cho'ng opam 7 bolani cho'ng qilib qator qo'shgan. Mening cho'ng opam maktab yuz ko'rib boqmabdi ekan. Ya'ni qanday deymiz, ammo men doktorlikda o'qiyotgan bir kishi turib bolamni sog'lom cho'ng qilolmadim. Endi buningki tabiiyki irsiyat deymiz, ba'zi muhit bulg'unish, u bu sabablar deymiz, lekin mening qilolmagan taraflarim borchu. Shunga bu o'qiganlar hammani bilib ketadigan ish yo'q. Shunga amaliy tajribasi borlardan tajriba egallashga cho'qim ahamiyat berish kerak. Bular bola tarbiyasi to'g'risida. Bu yerda yana bir masala hamda har xil o'xshamagan ona sizga o'xshamagan taklif fikrlarni berish mumkin. Ammo bu yerda qaysi taklif fikr sizga va sizning bolangizga eng yaxshi shaklda mos keldi? Ya'ni har qanday bilimning, har qanday taklif fikrning meg'izni qabul qilib shaklini tashlab etishini cho'qim bilishimiz kerak. Ananikin men ana bo'lgandan keyin bek pasib tuyg'ular patqiqqa ketib qopdimi? Ansirash, pushaymon qilish, o'kinish. Bu nima desanglar, balkim menga o'xshash jiqlar buni yashagan bo'lishi mumkin. 2016-yil vatan bilan aloqa uzildi. Vatandagi oilamizdan ansirashga boshladik. Ana bo'ldim, kechalari uyqusiz qoldim, bolamni cho'ng qilma deb pushaymon qilishga boshladim. Ajab tasdi bol cho'ng qildi ekanmiz. Mening otam, opamlar meni shunda tasdi tug'ib cho'ng qilib qiptike, shunda jafolarni tatibdike. Men ularni tashlab qo'yib, bu chet ellarda nima qilib o'g'itdim? Chiqmasamchu chet elga, vatanda otam opamning qashida yashasamchu deb pushaymonlik tuyg'usi yashadim. Ya'ni yangi tug'uqli ayollarning psixikasi bek nima bo'lmaydi-ya. Men shu mezgilda bek passiv psixikaga kirishib qopdim. Bu meningki va bolamning fizikalik va psixikalik ro'yi sog'lomligiga ya'ni nachar ta'sirlarni akyapti. Shunga ana bo'lgandan keyin cho'qim aktiv va xushal bir kayfiyatda bo'lishni o'rganib oling. Undan 5-inchisi oila ayoli bo'lib qolishdan men qo'rqib ketibdim ayni vaqtlarda. Ya'ni tunji bola to'y qilib balliq bo'lishdan burun maktab nanalda faoliyatlar bo'lsa berib, konferans deymiz, kasbga munosabatli ashta aktiv yashaydigan birisi to'y qilgandan keyin ko'pincha vaqtda men maktabni davomlashtirib turgan ahvoldim yana. Ko'pincha vaqt uyda bola bilan bo'lgan keyin mushta ona bo'ldim deb bu chet elda mushta shunchalar o'qigan o'qishim bekorga ketadimi, uyda o'ltirib oila ayoli bo'lib qolamanmi deb ashta tuyg'uda bo'lib qolibdi ekanman. Bu yerda ikki masala borchu. Oila ayoli bo'lish shunchalar qo'rqib ketgan masalami. Anandan keyin yana birisiga hamda masalan men ayollar cho'qim o'qish kerak, bilim olish kerak deyman. Chunki bizning rolimiz bizga ham ona bolalarimizga ham ona bo'lamiz, ham doktor bo'lamiz, ham o'qituvchi bo'lamiz. Biz onalarning rolini hech kim olib bo'lolmaydi. Shuni biz to'xtamay o'rganishimiz kerak. Hamda uyda o'tirish masalasida biz bolalarni masalan 3 yoshdan 5 yoshgacha, ya'ni hech bo'lmagani boshlang'ich maktabga yoki yasliga kiradigan vaqtgacha biz uyda o'tirib oila ayol bo'lishimiz kerak. Cho'qim vaqtimizni bolalarimizga atishimiz kerak. Bu yerda mening keltirgan eng oddiy bir misolim. Masalan siz deyli, oliy maktab o'qidingiz. 4 yil yoki 5 yil ma'lum bir kasbni o'rganishga atishingiz mumkin. Oliy maktabni o'qishni deyli, bir oliy maktab o'qishini 4 yil o'qidingiz deyli.
Kasbingiz mayli yaxshi kasb bo'lsin yoki nachar kasb bo'lsin, o'qigan uningga hech ichingiz og'rimaydi. Chunki "Oy, men oliy maktab diplomimni oldim, o'qishimni tugatdim" deb o'ylashingiz mumkin. U zaman balaga o'ylayli. Alloh taolo sizga bir omonatni berdi. Shu omonatni bexib cho'ng qilib 4-5 yoshga kirgizguncha 4-5 yilingizni nima uchun oilada o'tkazmaysiz? Nima uchun balangizga atmaysiz? Oila ayoli bo'lish shunchalar ansirab qo'rqib ketgidek ishmi? Ya'ni bu mening xatoliqim. Men oila ayoli bo'lishdan qo'rqib ketibdi ekanman burun. Ammo hozirgi aqlim bo'lgan bo'lsa, hech unday qilmaydim. Chunki hozir sizga deydiganim, balkim siz vatanda intayin dangliq oliy maktablarni tugatgan bo'lishingiz mumkin. Texmi cho'nqurlab o'qish uchun chet elga chiqdingiz, ammo yeshingiz kelganlik uchun to'y qildingiz, balliq bo'ldingiz, endi balkim ichingizda "Voy, mening do'stlarim yaxshi yerlarda ishlayapti, meni jab oila ayoli bo'lib qoldim" deb o'ylamang. Ya'ni bu hech nima qiladigan ish emas. Oila ayoli bo'lish asli sharafli bir ish deb o'tab ketay. Bu chunki uzun bir tema, so'zlagan sari chiqdi. Ammo ya'ni 4-5 yilni balangizga atashqa cho'qim tayyor bo'ling. Ana bo'lgandan keyin. Andan keyin 6-xatoliqim, men homildorlik mezgilimda 19 kilo samirib ketgandim. U tug'utdan keyin ham u uruqlayanmadim. Shuning bilan badnim qachonlik qarsam qo'sqim bo'dak tug'an, uruqlamagan. Shuning bilan bütün zihnim bilan uruqlash qilib qoldim-chu. Bola emitayotganda qanday qilsa uruqlaydi. Bola emitayotganda qanday narsani yeyish kerak uruqlash uchun, qanday harakatlarni qilish kerak degandek, ya'ni o'zimning badanimni yaxshi ko'rmadim. Bu bexato. Ya'ni mayli uruq bo'ling, mayli semiz bo'ling, cho'qim badaningizni yaxshi ko'rishingiz kerak. Andan bolamni qo'shimcha tomoqqa hech yaxshi ko'ndirmabdi ekanman. Bu endi men tomoq yeyishni hech yaxshi ko'rmaydim-chu burun. Hozir bek amroq. Hozir hatto ba'zida o'zimcha kirib bu tomoqlarni YouTube'dan qarab etib qo'yaman. Burun endi tunji bolamni tuqqan mezgillarda ham o'qishga bek kirishib ketganligim uchun ham tomoq etishni bek yoqtirib ketmaydim. Huzur ololmaydim tomoq etishdan. Vazifa uchun ham, qusoq ochqanlik uchun ham etatdim-chu. Shuning bilan bu xil tuyg'uda bo'lgandan keyin ham uruqlashni bek niyat qilib olgandan keyin bolamga qo'shimcha tomoqni bek kichik bola dastlab bek yemaydi-ku. Shuning bilan bolam bek ishtahsiz yemaydi ekan, emitgandan bo'ldi deb bek kuchimabdi ekanman. Bu yerda bolalarni qo'shimcha tomoqqa ko'ndirishda 6 oylikdan 1 yoshgacha ko'ndirish mezgili. Ya'ni 70% ana suti, 30% cho'qim qo'shimcha tomoqni azozdan ko'ndirishingiz kerak. Andan keyin bola 1 yoshga kirgandan keyin 1 yoshdan 2 yoshgacha faqat 40% lam ana suti, 60% tomoq. Ammo meningki qilganim 15-20% qo'shimcha tomoq, 80% sut emitatdim. Ya'ni bolam 2 yoshga kirguncha. Bu xatolik. Ya'ni ana sutida ham foydali material nimalar bor deymiz, ammo unda emas. Ya'ni nisbat bor bu yerda-chu. Balangiz qanchalik vaqtida qanchalik ana suti va qancha % tomoq berishingiz kerak. Buni cho'qim bilib olishinglar kerak. Bu mening xatoliqim. Bu to'g'riliq izlanmabdi ekanman ayni vaqtda. Andan keyin 8-xatoliqim, iqtisodiy jihatdan o'zimga bek besim qildim. Yo'ldoshim pul topdi, menga berdi. Men balamga uyga to'xtatmay bir narsa setib olishning nimasi psixikasida bo'lib qolibdi ekanman. Bu ya'ni moddiy narsa bek muhim emas. Har zaman ya'ni bolalar uchun eng yaxshi o'yinchoq sizlar. Ya'ni bizning qo'limiz, bizning putimiz, bizning kulib turgan chiroyimiz bolalarimiz uchun eng yaxshi o'yinchoq. Bizning vaqtimiz, bolalarimizga bütün zihnimiz bilan vaqtimizni, zihnimizni bersak, shu eng yaxshi o'yinchoq. To'xtamay bir narsa setib olish to'g'ri ish emas-chu. Andan keyin 9-xatoliqim, dastlabki mezgillarda men yo'ldoshimni bola tarbiyasiga bek aralashtirmaganchu. Bu nima desanglar, yo'ldoshim bilan deyishib, u sirtda savdo qilib pul topadiganqa, men uyda o'tirib bolamni bexib, o'qishimni o'qiydiganqa, ikkimiz shu shaklda bir taraf qildiganqa deyishib, bunda bo'lavergandan keyin bir mezgildan keyin bek aralashtirmay, andan keyin sal aralashib, ba'zi gaplarni nima qilsa men qabul qilolmay, meni aybladi debchu. Ashta bo'lib qolibdi ekanmiz u chog'da. Lekin hozir maslahat bilan tang kitoblarni o'qib, mana bunday qilaylik, mataz maskanmagidagi bizning bolalarga deb ashta qilamiz. Intayin yaxshi hozir. Shunga demakchi o'g'lim, dadalarni bola tarbiyasiga aralashtiringlar. Kitoblarni tavsiya qilinglar, tang o'ltirib kitoblarni o'qinglar. Ya'ni bola tarbiyasi bir taraf dada yoki ana bir kishilar tarbiyalaydigan ish emas. Dadammi, onammi tang qatnashadigan ish. Shunga bu bir muhim ish hamda. 10-xatoliqim,
Balam bilen men yani oğlum asasqı bu balam degenim oğlum hemde. Çünkü oğlumda ötküzgen hatalıklarımni kızımda ötküzmedim. O kızımda bek dikkat kıldım. Şoňa hemde oğlum kiçik wagtida mesela menem okuşum aldyraş wagtlardy. Kандай kılatdym deseňler, azrak birli kitap okup berip bilam, andan keyin resimli kitaplarını aldyga koyap berip, ýen doldurup özümniň derslik kitabymny okuytdymçy. Çünkü undaq qılmasam imtahanlarım batdy, makalalarim batdy, tapşyryklarim batdy, ularga ulgurelmeýitdim. Şoňa demekçi oğlum balam bilen süpetlik wagt ötküzmepdime. Hazır oýlasam puşaýman kılma. Şoňa bu ýene bir hatalykym. Emdi 11-nji hatalykym 11 yani şu tuğutdan keyin uruqlaşny nişan kılıp algaçqa balalar tamaqyny bek etmepdime. Bu balamnyň goşumçy tamakka könüşige yani könmey ötep gitişige sebep bolup gapdy. Yani men özüm balam iştahsız, balamnyň iştahsy ýaxşy emas dep şunuň bilen etmegenser etmeýik goşumçy tamakny. Özümizniň tamaqydan ýesi berip, ýemese meýli dep, imitgendikin depçi. Şunuň bilen ötküzüp ýitipdime. O çagdaky aklym bilen deýli. Hazırky aklym bolgan bolsa, hazır mesela kızımga her güni oğlumga soğan şorpus kılma, onun kızımga ayrım soğan şorpusyny elip, onunla azrak gürüç taşlap, ýa-ki azrak hulop aş kılıp çöpüni nim kılıp degендek aşna kuvvetlik etip berme kızımga. Kızım intaýin saglam ýaxşy çoň bulawatydy hazır. Oğlummo intaýin ýaxşy gidip barmyz hemde. Oğlumnyň ähwaly ýaxşy. Andan keyin 13-nji hatalykym 13-nji hatalykym tamak ýetişini ýaxşy görmeýitdim dedim ya. Bunundan başga ýene saglam ozuklanyş dogrulyk. Qandaq qaýsy tamak nimege mas keldi, kandarak kılıç gerek, nemesi ziyanlyk. Yani saglam ozuklanyşga dair bilimim intaýin kemçil eken. Hatta bu kemçilligini ukmaýdy ekenmen, özüm his kılmapdym yani. Ama hazır muş ozuklanyşga münasibetli kitaplarny okup gapatdym. Sizlerge bu tewsiýelerim hemde. 13-nji äň çoň hatalyklарymyň birisi oğlum 2 ýaşa kirgiçimi til çykmadyço. Hazyrmy täze toluq çykyp bulanmady. Şunuň bilen men jiddileşip oğlumny Uygurça ýeslige berdim. O Uygurça ýesli öýden 1 saat ýyraklykda. Hamda bu ýerdeki hatalykym näme deseňler, niýetim togra. Uygurça ýeslige bersem Uygur balalar bilen bille oýnap, gep kılıp kısa işleydiganlar Uygurlar bolgandyken til çykamdyken dep, özüm öýde ýalgyz bala chet elde urutukka ýok, ýalgyz öýde turaýberip başdan til çykmady dep, gep kılanmady dep. Şunu bilen ýeslige beripdim. Hamda bu niýetim togry ama ýesli bizning öýümizden 1 saat ýyraklykda. Bizning maşinamiz ýok. Tramvay bilen öýden çyk, taýýarlygyny kıl, ýeslige apa, ýesliden ekel, bagıçy 1 saat, kägiçi 1 saat. Yani çoňla hyzmat kıldyganlarmy ýolda yani işlep çarçymagandym 1 saat tramvayda kägiçi çarçap ketdim diýdi meselenge. Şunuň okşaş meniň balamnyň kiçkine wüjudy tramvayda çarçap ketdi. Yani men balamnyň kiçkine wüjudyny çarçytyp etdim tramvaylarda. Hamda bu çarçaş bilen kalmady. Çünki tramvayda kiçik bala ýyglaýdy. Etdigen gobekçi qadam ýok, ama çüşdün keşgurlyk gaýtyp geleşdi meselenge. Adamlar jyk bulatdy köpünçe wagtda. Men balam ýyglamasyn dep bäzi somkamga şokolad sewalatdym, ýyglaganda teşeden meýwe süýep beretdim. Bir qatam işim bolmasa bugün öýge bas ýaxşy tamak qyp berme diýme. Bir qatam 2 qatam boldy, 3 qatam boldy, 10 qatam boldy. Şunuň bilen asta-asta ziyanlyk tarabyny oýlamasly bolsaňyz, ihtiýaçyňyz bolganda ep beribersiz. Yani men şu hatalykyny ötküzdümçü. Yani balamny ýyrakdyky ýeslige berdim, Uygur ýeslige berme dep, hem ýolda şokolad ýa-ki taýýar meýwe süýi degендek bermeslik gerek bolgan närselerini berip saldym. Şunuň bilen bu balamnyň wüjudynyň ajizlap ketişige zaten goşumçy tamakka bek könmegen bir bala, meni jyk emedigan, andan keyin o taýýar närselerini az toly ýep, şunuň bilen bedeni kuwwetlik bekilmedi. Beden kuwwetlik bekilmegandan keyin kesel garşy turuş güçi, immun güçi töwen bolýan gep. Şunuň bilen her xil kesellikler oturga çykdygan gep yani. Ay. Andan keyin 14-nji hatalykym hemde başdym dep ötdüm. Ana bolgandan keyin men okuwçylyk hayatymga, yani kona hayatymga dowam kıldım. Hem ýoldaşym bek gollaýdy hemde okuň mektepni toňlatmaň, men ýardamlaşyma dep duratdy. Ama biz ana bolgandan keyin ana boğuça mesela bal tugulguçy tamam meýli diýili, ama bala tugulgandan keyin turmuşymyzyň merkezde bala boluş gerekçi.
Men uni qilmay konu hayotimga davomlashtiribdiman. Yani hayatımның mərkəziga o'xshimni qo'yaptiman. An 15-si men ana bo'lishdan haqiqiy huzur topolmabdimanchu. Hozir o'ylasam men xushal. Hozir degan ikki bolalarim bilan tang bola bilan bola bo'lib ketaman o'ynab, lekin burun hech undaq qilolmabdi ekanman. Ana bo'lishdan huzurni topolmabdi ekanman. Ya'ni bu mening xatoliklarim. Endi inson bo'lish sifatimiz bilan hammamiz xatolik o'tkazamiz. Menmi shu, sizlarmi shu, ammo bu xatoliklarimizdan dars chiqarib, bu xatoliklarni qayta sodir qilmagan vaqtidamkin muvaffaqiyat qozongan bo'lamiz yoki texnik yaxshi ishlarni qila olamiz deyli. Endi oxirida endi bu xatoliklarımni deyishdiki deblam o'zimni sazoyi qilish emas tabiiyki. Mening endi maqsadim yosh onalar men o'tkazgan xatoliklarni o'tkazmas ekan deymanchu. Shu hamda sizlarga yosh onalarga yoki ona bo'lish oldida turayotganlarga yoki to'y qilish oldida turayotgan yoshlarimizga hozirgidek vaziyatda bir otaning sifatida chunki bizga nasihat qiladigan ota-onamiz yo'q, otalarimiz yo'q yanimizda. Ammo men shu YouTube'da g'oyivona bo'lsa-mu, sizlarga bir necha nasihatda, tavsiyalar qilmoqchiman. Ikkili bolam uxlab qolganda, shunga yonda ko'ydi bu videoni elvatdim o'zim. Birinchi tavsiyalarim. Siz to'y qilish oldida turyapsiz yoki ona bo'lish oldida turyapsiz. Esingizda bo'lsin, siz ona bo'lgandan keyin sizning hayotingizning markazida cho'qim bovoq bo'lish kerak. Konu hayotingiz qo'shilgan bovoq deydigan ish yo'q. Siz ona bo'ldingiz degan gap, bovoq markazida bo'lgan yangi bir hayotingiz bor degan gap. Shunga konu hayotingizdan voz kechgidek ishlar bo'lsa voz keching. To'xtatqidek ishlar bo'lsa to'xtating, to'nglatqidek o'qish bo'lsa to'nglating. Ya'ni hayotingizning markazida cho'qim bovoq bo'lsin. Alloh taolaning sizga bergan omonati bovoq bo'lsin. Birmuncha insonlar bor, balliq bo'lolmaydi, shunchalik davolandi, shunchalik duolarni qildi, ammo balasi bo'lmaydi. Ularga Alloh taolo sabr bersin, sabr bersin. Endi biz Alloh taolo bizga bir omonat berdi, bola berdi. Biz u bolani hayotimizning markaziga qo'yib, cho'qim sog'lom cho'ng qilishimiz kerak. Bu esingizda bo'lsin. Ikkinchisi, siz mayli burun tamoq etmagan bo'ling yoki menga o'xshash 10 necha yil yotoqlik maktablarda yetib tayyor tamoq yegan bo'ling. Bu o'tmish o'tib ketdi. Endi siz to'y qildingiz, ona bo'ldingiz. Siz cho'qim foydali, quvvatli tamoqlarni yetishni bilishingiz kerak. Sog'lom oziqlanish to'g'riliq bilimlarni bilishingiz kerak. Andan keyin masalan inson badanida ko'rilish ehtimoli bo'lgan kasalliklar to'g'riliq qisqacha bir tushanchangiz bo'lishi kerak. Endi bu yerda men tirnoq ichiga yezib qildim. So'ngak sho'rpisi deb. Men burun o'g'lim kichik vaqtida hech bek qilmabdi ekanman. Yani so'ngak olatdiq, qaynatdiq ba'zida, ammo bolamning tamoqlariga bek doim qilmabdi ekanman buni. Qizim hozir masalanga o'g'limningki farz tamoqi bor, diyet qilamiz. Yeydigan tamoqi soat qanchadan nima yeydi hamsi aniq. Endi lekin har kuni qildig'inim endi so'ngak sho'rpisi qaynataman. Atgini qo'paplam. So'ngakni andan savza samsaq degandek ish qilib quvvatli narsalarni qaynatib, ozroq ezib bilan suyini ichirma bolamga suzib, o'g'lim mening suv ichadigan shishasida bir kunda ya'ni 1 litr sho'rpa, so'ngak sho'rpasi ichidi. Uning so'ngak sho'rpasiga qizimga tamoqlarni qilib berman. Hozir 2 yil bolam yaxshi ketib bordi. Ya'ni kashki burun shuni qila olgan bo'lsam-chi deyman. Shunga sizlarga tavsiyalarim sog'lom oziqlanishga doir bilimlarni o'rganinglar. Qo'linglardan kelgan eng yaxshi shaklda balanglarni sog'lom cho'ng qilishga tirishinglar. Ana 3-chi tavsiyalarim, ana bo'lgandan keyin inson vücudu azroq ojizlagandan keyin sho'ng bo'lamdi, hech qilib psixikasi sal ba'zi nacharlab qoldi. Ammo esinglarda bo'lsin, sizlar passiv his tuyg'uda, tushunchada bo'lsanglar, bu bolalaringlarga yansıydı. Ya'ni bolalaringlarni sizlar emitgandan keyin yoki emitmagan taqdirda bolanglar 24 soat sizlarga qarab cho'ng bo'lgandan keyin bu bolanglarga bek ta'sir bo'ldi. Shunga aktiv energiyalik narsalarni ko'ringlar, kulib xushal yashashga tirishinglar. Passiv his tuyg'udan uzoq turinglar. Andan o'zinglarni, badaninglarni yaxshi ko'ringlar. Alloh taolo ba'zilarimizni chiroyli, ba'zilarimizni sat, ba'zilarimizni egiz bo'yigiz, ba'zilarini paka bo'yliq, har xil yaratdi. Bu bizning yaratilishimiz bo'lgankan, biz cho'qim o'zimizni, shu shaklimizni, badanimizni cho'qim yaxshi ko'rishimiz kerak. Buni dard qilmanglar hargiz. 5-chi tavsiyalarim,
Balаңыз мейлі qancha айлық yoki qancha yosh bo'lib ketsin, cho'qim uning bilan do'stdek, do'stga o'xshash muomala qiling va hargiz bovoq, "Oy, mening umoq bolam, aqlliq bolam" deb bundaqliq akiltish. Tabii ki akiltimiz balamizni, ama normalda o'zingizga o'xshash muomala qiling. Men o'g'limni hatto hozirgacha ba'zida akiltib solmay, lekin ya'ni kichik boladek muomala qilib solmay, ama qizimga kichigidan boshlab 6-7 oylik vaqtidan tortiblamkin qizim xuddi cho'ng 4-5 yoshlik boladek muomala qildim. Hozir 1 yosh 3 oylik, lekin ba'zi harakatlari, ba'zi ishlarini ko'rsanglar, voy rasmiy cho'ngdagilarmikan qizingiz degidek shakldachu. Chunki men qizimga shu xil muomalani qildim. Qizim men keling, qizim ishni yeb beting, o'yinchiqingizni keling deb qilsam tushundi, qiladi shu ishlarnichu. Shunga balanglar mayli qanchalik cho'nglikda bo'lsin, cho'qim do'stinglardek muomala qilinglar. 6-chi tavsiyalarim, bu bek muhim tavsiya. Tabii ki biz ana boğucu tor dünyasından izlenimiz, materiallarını görmez, videolarını görmez, kitaplarını okuyumuz. Lekin etrafınlardaki tecrübelik anılardan mı tecrübe egelleşke sel qarmanglar. Yani mening tavsiyalarim etrafınlarda en az yani 2-3 tecrübelik anılar bo'lsin. Anandaki yana birisiga hamda YouTube, men YouTube bek amroq, boshqa sosyal medyalarni bek ishlatmayman. YouTube'ni bek ishlatmayman. Azroq bir narsa bo'lsa izlab yezib boshqa qilmay. Endi YouTube'da endi hammadan tabii ki ba'zi doktorlar, ba'zi shu sohaning shu sohaniki yetilgan tadqiqotchilarning video kanallari bor, lekin ko'pinchisi menga o'xshash o'zining tushanchisini, o'zining to'g'ri deb o'ylagan fikrlarini o'tirib qo'yadigan videolarni jiqchu. Shunga bu to'g'ri yoki xatoligi aniq bo'lmagan bilimlar, fikrlar dengizda g'arq bo'lib ketib qolmanglar. Cho'qim meg'izni qabul qilib shaklni tashlab etishni bilinglar. Andan keyin ya'ni tor dunyosida masalan meniki ayni vaqtda yana bir xatoliqim hamda shu YouTube'dan bek ko'ratdim. Masalan 6 oylik bolam 6 oylik bo'lgan bo'lsa, 6 oylik bolalar uchun kitob tavsiyasi, 6 oylik bolalar uchun o'yinchoq tavsiyalari yoki ya'ni ashta videolarni ko'rib uyda yo'q o'yinchoq bo'lib qolsa, shuni og'im kelib ketib, "Oy, mani yaxshi" deb tavsiya qilib ekan, "Olsam bo'ladi" debchu. Hozir o'ylab baksam, bolalarim uchun eng yaxshi o'yinchoq men o'zim ekanmanchu. Hozir bolalarim bilan karvatda sakrab o'ynaymiz. Resim chizimiz. Men bek rasmni sat chizaman, lekin bolalarim bilan tang o'tirib rasmlarni chizib bo'yab qilmiz hamda. Shunga cho'qimdiki ma'lum bir narsalarni setib olish emas. Cho'qim uyda o'zimizmi jiq narsalarni ijod qilib, yasab, chizib qila olamiz. Shunga tor dunyosida nima desa shuni bek shuni ta'sirga uchrab ketmanglar demoqchi, ha. Ana 8-si 8-si bolalarni aldirab yasliga bermayli. Bermanglar, ya'ni mening tavsiyalarim. Men bu xatolikni o'tkazdim. Bolam 2 yosh vaqtida til chiqsin deb uyg'urcha yasliga olib bordim. Bek pushaymonim bor. Endi agar cho'qim yasliga bermay yoki majbur qoldim degan vaqtinglarda cho'qim oraliqi yaqin bo'lsin. Bek yiroq yerga berib balanglarning kichkina vujudini charchitib etmanglar. 9-si tavsiyalarim boshda deb o'tganga o'xshash bolaning tarbiyasiga dadlarni aralashtiringlar. 10-si xushal ona bo'lishni o'rganinglar. Ya'ni 10-si bek muhim. Bu bir ikki qiz gap bilan tugatkil bo'lmaydi. Masalan, men o'g'limdagi vaqtida bu xushal ona bo'lolmabdi ekanman. Ammo ikki bolaning onasi bo'lgandan keyin hozir qanday qilib bu ona bo'lishdagi xushallikni topdim desanglar, bolalarim uxlagan vaqtida, mana hozir yarim kecha bo'lib ketdi, bolalarim uxlayotdi. Men biroz o'rganishimni qildim va hozir bu videoni ishlayapman. Bolalarim uxlagan vaqtida mushta ishlarimni qildim, oshxona ishlarim bo'lsa qildim. Oshxona uyda masalan qachilarni yig'ishtiradigan deymiz, atigi tomoqning tayyorligi deymiz. Ammo bolalarim uyg'oq vaqtida men butun zehnim bilan, vujudim bilan, vaqtim bilan bolalarim bilan bo'ldim. Bolalarim bilan o'yin o'ynadik, kitob o'qidik, sirtlarga chiqib aylanib keldik deganga o'xshash, ya'ni bolalarim bilan vaqt o'tkazdim. Shunga sizlarga tavsiyalarim xushal ona bo'lishni o'rganinglar. Ya'ni sizlar qanday qilsanglar xushal ona bo'la olasizlar. Shu to'g'riliq izlanib, undan keyin o'zingizlarga xos bir shaklda ya'ni ana bo'lishdagi xushallikni tepishga tirishinglar. Amsa bu video sal uzun bo'lib ketib qoldi. Ko'rgan yoki anglagan vaqtinglarda ovozni qo'yilish surtini tanishib, 2 yoki 1,5 deganda qilsanglar, tez bo'ldi, qisqa vaqtda anglab bo'la olasizlar. Buldamsa sizlarga foydasi bo'lishini orzu qilma bu videoning. Amsa keyingi videoda ko'rishaylik.
Xo'sh, Allohga emanet.